Voy, charchab ketdim qishloqlar. Kapotsa o'zi ertalabdan beri 6dan beri ishlayapsan. San dam olmaysanmi? Dam olmaymanmi dedi. Dam olsam yaxshi bo'lar edi. Уже inventarim ham to'lib ketdi. Уже birinchi kirkam ham sindida, ikkinchi kirkada yuribman hozir. Dada kapot, mayli dam olib qol. Ha bo'ldi, qishloqlar dam olaman. Kapot, siz qanday eplaymiz? Bilmadim qishloqqa, bu yerni ham to'g'irlab qo'yinglar. Mayli, unda men notebook o'ynab yoki biroz dam olaman. Hammaga salom, sizlar bilan men Kompot va meni yangigina videorolikga xush kelibsizlar. Уже meni inventarim ham toshlardan to'lib ketibdi, obunachilar. Bu yerda nima qilyapsizlar degan savol tug'ilib qolishi mumkin. Bu yerda kattagina ya'ni bino qurmoqchimiz, kattakon. O'sha binoni tagidan boshlayapmiz. Уже mana bu yerni bitirib qoldik. Yana ozgincha qazishsak, ozgincha emas, ko'proq qazsak, bitirib boshlaymiz. Unda men ertalabki 6 dan beri ishlayapman bu yerda. Juda ham charchab ketdim. Hozir men biroz kompyuter o'ynayman yoki-da biroz dam olaman ertagacha. Xo'p, mana shu ishlarimizni qilib olsak, kattakon bino quramiz mana bu yerdan. Xo'p, o'shaning uchun poydevori mustahkam bo'lishi kerak bino qurish uchun-da, obunachilar. Xo'p, bunda videoga like bosinglar, kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar, obunachilar. Tezroq 1000 ta bo'lishimiz kerak. Xo'p, obunachilar, unda men birozdan olaman. Yaxshi ishlaylar, jitallar, men ketdim. Xo'p, biroz notebook yoki-da uxlashim kerak. Mana bu kirkani joyiga qo'yamiz. Obunachilar. Soat necha bo'libdi? Soat 8 bo'libdi. Yaxshi, hali ham kech qolmabman. Hammaga salom, yana bir bor obunachilar, xayrli tong hammaga. Xo'p, men turdim ertalabki soat 8 bo'ldi hozir. Normali, hozircha kech qolmadim. Xo'p, qishloqlar nima qildi ekan? Ko'raylikchi, xabar olaylikchi. Tak. Sandiqlar ko'payaptimi? Demak, menimcha qazishgan yo'q. Yaxshi. Xo'p, pastga tushamiz. Salom Jitel. Salom, hormaylar Jitellar. Xo'p. Jitel, o'zi azmunchasini qazib qo'yibsizlar-yu. Dada kapot, o'zi ertagacha bitirib qolamiz. Qanaqa ertagacha? Biza buni kamida 3 kuncha ichida bitirishimiz kerak-ku. Qanaqasiga ertagacha sen bitirmoqchisan ertalabgacha? Kompot, menda bir g'oya bor, o'shani amalga oshiraman. O'shaning uchun ertalabgacha bitiraman. Bir g'oya, juda menga yoqmayapti o'sha g'oyang. Qanaqadir g'alatiroq. G'alati, ya'ni panika qilma, ukam. Mana g'oyani ikkiga ekanlamga, ukam. Nima qilma, короче, obunachilarga ayt, videoga like bosishni, kanaliga obuna bo'lishsin. Mayli, qishloqim, senga ham omad. Eshitdinglar obunachilar? Jitilni aytganini qilinglar. Obuna bo'linglar va videoga like bosinglar. Xo'p, qanaqasiga obunachilar? Bular minimum 3 kunda bitirish kerak-ku. Qanaqasiga bu ertalabgacha bitirmoqchi? Qiziq. Mayli, panika qilmaymiz. Ishlayotganda ertalabgacha hozir bitiramiz. Hammaga xayrli tong obunachilar, sizlar bilan Kompot. Xo'p. Jitellar nima qildi ekan? Xo'p. Birdan esimga tushib qoldi. Xo'p, ko'raylikchi nima qildi ekan jitellar. Xo'p, birinchi bu yerdan o'zimizga kerakli narsani olib olishimiz kerak. Bizga hech nima kerak emas hozircha. Ko'ramiz qani. What the fuck? Nima bo'ldi bu yana? Dinamit?
O mayo nima bu? Jitlar aqllanzdinglarmi? Qanaqasiga bu dinamit? Sizlarni kalasiga keldi bu g'oya? Kapot baraka qilib uka. Yaxshi bo'lib ketadi hammasi. Bu yerda hisob-kitoblar natijasida olingan bu narsa cho'qsa. Qanaqa hisob-kitob kallang bormi Jitel va bu men bilaman dinamit hamma yoqqa uchadi va qishlog'imiz portlab ketadi. Kallang bormi sani? Biza o'ylagan natijani bermaydi bu. Uka baraka qilib menga ishon bo'ldi tushundim uka. Qanaqa ukam? Ukamlarmi? Ey kallang bormi sen bu qishloq makillab qo'lyapman. Bu qishloqqa bu qanaqasiga? Bu TNTlar, dinamitlar qishloqni vayron qiladi. Bu o'ylagandek natija bermaydi. Ya'ni tekis qazimaydi bu. Hamma joyni vayron qiladi qishloqni, hammasini vayron qiladi. Ishon meni gapimga sen. Men qilib ko'rganman buni. Uka baraka qilib va qolsin uka baraka qilib hisob-kitoblar natijasi olinadi bo'lmasan gapini. Men bilaman-da, bilganim uchun gapiryapman-da, o'shaning uchun Jitlar bunaqa qilmanglar, lekin kelinglar portlatmaylik shu narsani. Sal baraka qilib kapot birinchidan, ikkinchidan esa bu hisob-kitoblar natijasida olingan. Qanaqa hisob-kitob men bilaman. Bunaqa narsalarni obunachilar qanday qilib bu narsalarni portlatyapti bular? Nima qilsam bo'ladi ekan obunachilar? Menga kerak, olishim kerak, uni buzib tashlashim kerak hozirroq. Bo'lmasa qishloq o'ylaganimizdek chiqmaydi, ya'ni qishloqni vayron qilib yuboradi bu dinamitlar. Dinamitlarning ko'pligini yo'q. Jitel portlatmaylik qo'y. Iltimos sendan. Kapot masala o'zing eshitmayapman. La. Qishloqlar tezroq portlatishimiz kerak. Qanaqasiga endi nima qilaman? Voy, palakat, Jitel. Bu o'ylagandek natija bermaydi-da, obunachilar qaranglar bu dinamitning ko'pligini. Jitel tezroq qo'y, sachigalkani ol. Qanaqa sachigalka etmanglar. Kapot baribir seni o'zing eshitmayapmiz. Mani o'zim eshitilmayapti. Tushay desam, qaytib chiqish muammo bor-da bu yerda. Nima qilsam bo'ladi ekan obunachilar hozir bular portlatib yuboradi. Men to'g'rirog'i uyimni tagidan tezroq kichkinagina bunkercha o'zimga yashash joyini qurib olsam, aynan bu yer sandig'im bor. Obsidian olamiz va bu devor vazifasini bajaradi. Oz qolsam mana tort ham oldim. Obunachilar, xo'p, tezroq qaziymiz. Xo'p, tezroq panaka qilishga buyurdi. Chunki bu qishloqni vayron qilib yuboradi-da, dinamitlar pastiga qo'yib chiqamiz deb. Tezroq bo'lish kerak. Tak. Hozir qishloqni portlatib yuboradi. Hamma qishloq bum bo'ladi. Ya'ni dinamit ostida qoladi qishloqlar. Va ular ahvoli nima kechadi ekan bilmadim. Obunachilar korotchi xavotir olyapman. Nima qilsam bo'ladi deb. Qishloqni qanaqa kimni kalasiga keldi ekan bunaqa g'oyalar, ahmoqona g'oya. Men o'zimni ko'rmayapman, qorong'u ekan obunachilar, lekin men o'zimni ko'ryapman. Tak, Jitel sachigalkani ol, portlatamiz. Qishloqqa what the fuck nima qilib tashlading buni? Bilmayman mana nima bo'lganini hayron qolmayman. Endi men kapotga nima deyman? Obunachilar. Menimcha dinamit portlash ham o'tib ketgan bo'lsa kerak-da. Chiqib olamiz. Ishqilib meni uyim vayron bo'lmagan shekilli. Vayron bo'lmabdi. Yo'q, uyim vayron bo'libdi obunachilar. Va meni uyim yo'q, qishloq portlaydi dedimmi? Jitlarga meni gapimga quloq solishmadimi? Endi meni yuzimga qanday qarashadi bu ahmoq jitlar? Endi buni nima qilamiz? Bino quramiz deb TNTlarni qo'yib tashlash shartmidi bu yerga? Kimga kalasiga kelgan obunachilar bunaqa TNTlarni qo'yib tashlash? Qishloqlar qayerda ekan? Qani, mana qishloqlar. Xo'p. Salom qishloqlar, nima bo'ldi? Men aytgandimmi portlatmaylar deb. Kapot uzr so'rayman sendan. Portlatmaganimiz yaxshi edi.
Bilmabmiz-da, uzr kapot, oldingdan xijolat bo'lib qoldik. Aytdim-ku men sizlarga qishloqlar, men bilaman bu narsani deb. Hisob kitoblar ham to'g'ri chiqmaydi bu narsani oldida. Men bilaman bu narsani. Qanday portlashini menga o'rgatmanglar dedim. Uzr kapot, mana o'tibdi, uzr kapot, uzr. Endi bu qishloqni sizlar to'g'rilaysizlar, men bilmayman lekin. Da usta olib kelib to'g'irlatamiz, uzr kapot lekin. Qaranglar obunachilar, buni rasosi chiqib ketganini qaranglar, suvlar bilan bitta bo'libdi. Portlab ketganini qaranglar, TX portlamaydi-da, bu katta chuqurga qaranglar. What the fuck? Ahmoqona g'oya, kimni kallasiga keldi ekan bu qishloqlarni, yaramas qishloqlarni. Asab buziladi-da obunachilar shu yerga kelganda. Unda sizlarga videoga like bosinglar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar obunachilar. Tezroq men 1000 ta obunachi bo'lishim kerak. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lsangiz, men hammaga xayr deb qolaman. Sizlar bilan men Kompot.